Davom etamiz. Hop, 32-chi tipni ikkinchisi. Onasi kulrang ko'zli. Onasi kulrang ko'zli bo'lsa, demak biz belgilash kiritib olamiz. Dominant A. Dominant A qora ko'z. Resessiya A esa kulrang ko'z hisoblanadi. Xo'p, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi onasi kulrang ko'zli. Onasi kulrang ko'zli mana bunday. Endi otasi qo'y ko'zli bo'lgan. Qo'y ko'zli bunday. Qo'y ko'zli yigit. Demak, u otasi qo'y ko'z bo'lgan bo'lsa, gamaziga olaveraman. Mana bu yigit. Shu yigit. Mana yigit. Endi ota-onasi qo'y ko'z bo'lgan. Ota-onasi qo'y ko'z dominant bo'lgan, ikkalasi ham heterozigota bo'lgan. Shunda kulrang ko'z tug'iladi. Mana bu qiz. Qiz. Shu qiz ikkalasi bu yigit bilan turmush qurishibdi. Shu oilada tug'ilgan masalan necha foizi qo'y ko'zli deyapti. Xo'p, yana xuddi shunday farzandlar tug'iladi. Bu F1. Shu tug'ilganlar qo'y ko'zi qancha desa 50% da mana bu yarmi. Bu degani javob A bo'ladi. Xo'p, 23-masala. Quyidagi chachish natijasida hosil bo'lgan zigotalar sonini toping deyapti. Bizda formula bor. 2 ni n'si yo gametalar topish yo fenotipik nisbatlar topish. Xo'p, hop gameta deylik. Gameta topish formulasi. Endi bu gametalarni olishimiz kerak mana bundan. Xo'p, birinchidan A'dan. Birinchi organizm erkak organizmdan gameta oladigan bo'lsak, u erkak organizm 4 ta gameta beradi. Ko'paytirilgan. Urg'ochi organizm ham 4 ta gameta beradi. Jami 4 × 4 16 ta organizm hosil bo'ladi. Zigota hosil bo'ladi. Endi B'da birinchi organizm erkak organizm 2 ta gameta beradi, ko'paytirilgan. Xo'p, keyingi organizm 4 ta gameta beradi, urg'ochi organizm. Demak, 8 ta 16 ga 8 bo'ladi. Endi uni boshqacharoq qilib gametadan emas, 4n dan topsak ham bo'ladi. Bu kombinatsiyalar soni. N bu yerda o'sha kombinatsiya soni. Xo'p, buni bilish uchun n baribir o'sha, ya'ni heterozigotalar soni hisoblanadi. Mana bu yerda bir xil bo'lgani uchun 4 ning ikkinchisi bu 16 bo'laveradi. Endi mana bu yerda xo'p, bittasiga tushadi 4 ning. Endi buni kombinatsiyaga qo'yib bo'lmas ekan. Sabab bu ikki xil-ku genotipi. Ikki xil. Endi shundan 2 ta, bundan 4 ta qilib 18 ta qilib topib qo'ysa bo'laveradi. Agar ikkalasi ham heterozigota bir xil bo'lganda shu kombinatsiyaga qo'yib qo'ysa bo'laverar edi. Xo'p, javob bizda B. Endi keyingisi 26-tip. Quyidagi tajribada hosil bo'lgan 3-zigotaning 3 marta ekvatorial tekislikda bo'lingandan keyin hosil bo'lgan blastomerlardagi jami R resessiv allellar sonini toping deyapti. Xo'p, 3-zigota mana bu zigota. Bu zigota tepadan A ni olgan, pastdan esa kichkina resessiya A ni olgan. Mana shu zigota. Endi bu zigota xo'p aytayaptiki, blastomerlardagi 3 marta ekvatorial tekislikda bo'lingan. Demak, biz bo'linishlar bo'ladi bizda. Xo'p, meridian bo'ladi, yana meridian bo'ladi, ekvatorial bo'ladi, meridian bo'ladi. Xo'p, ekvatorial bo'ladi, meridian bo'ladi, ekvatorial bo'ladi. Boshida 2 ta meridian bo'ladi. Xo'p, net bo'ladi. 3 marta bu ekvatorial bo'ldi, mana tugadi. 2 4 8 16 32 64 128. Demak, 128 ta blastomer hosil bo'lgan. Endi biz mana bu bittaligida bilib olishimiz kerak. Bittaligida bitta kichkina A geni bor. Kichkina A geni bor. Xo'p, geni bor. Bizda 128 ta bo'lsa-chi desa, o'sha 128 ta bo'ladi. Javob B.
27-1 agar 3 xil gen irsiylanishi avtosomi orqali to'liq dominantlik kuzatiladi, organizm 4 xil gameta hosil qilish ma'lum bo'lsa, ushbu generativ hujayrasida necha xil resessiv gen irsiylanadi ham. Xo'p, qarang. Bizda bor ekan dominant A, dominant B, dominant D, 3 xil gen irsiylanish. Hammasi to'liq dominantni qilyapti. Endi kuzatiladigan organizmlarda 4 xil gameta beribdi. Shunda 4 xil gameta bo'lish uchun bu tirik heterozigota bo'la olmaydi. Agar tirik heterozigota bo'lganda 2 ning 3-inchisi bo'lib 8 ta gameta berib qoladi. Bizda 2 ning 2-inchisi bo'lishi kerak. 4 ta. Bu degani bu heterozigota bo'lishi kerak. Bu ham heterozigota, bu ham endi bu gamozigota bo'lishi kerak. O'rnini almashtirsa ham farqi yo'q. Hozir bu yerda aytayaptiki, generativ hujayrada necha xil resessiv gen irsiylanishi mumkin? Shuni so'rayapti xolos. Xo'p. Endi bunda qanday qilib topiladi desa, buni xo'p, generativ hujayra bu hozir 2n holatida-da. Generativ hujayra n holatida bo'ladi, ya'ni gameta holatida bo'ladi. Gameta holatida resessiv genlar qanday holatda kelishi mumkin desa, ikkita, mana bu ikkalasi birga va katta D bilan birga kelishi mumkin-da. Gameta endi boshqa gametalar ham bo'ladi. Aytayapti-ku, necha xil resessiv gen irsiylanishi mumkin. 2 xil resessiv gen irsiylanishi mumkin xolos. Chunki bizda resessiv gen ikkita xolos-ku. Shuning uchun javob B bo'ladi.